Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Navbatdagi darsimizga xush kelibsizlar. Bugun Xudo xolasa Cook Murphy kitobining o'sha 4-yangilangan versiyasining 53-unitini boshlaymiz. Xudo xolasa bugungi darsimizda biz verb plus ing degan formulani ko'rar ekanmiz. Ya'ni inglizda shunaqa fe'llar bor. Ulardan keyin ga qo'yiladigan fe'llarga ing ishlatish kerak, shart. Ya'ni bir xil fe'llar bor, ulardan keyin to ishlatish kerak. Ana shuni aniqlaymiz. Bugun ing-ni ko'ramiz. Keyingi darsda shu to talab qiladigan fe'llarni ko'ramiz. Mana bu pastga ro'yxatga qarasalaring, mana bu yerda boks ichidagi mana bu fe'llardan keyingi fe'l ing bilan kelishi kerak. Stop, finish, postpone, kechiktirmoq, consider o'ylab ko'rmoq, admit tan olmoq, deny rad qilmoq, avoid o'sha o'zini olib qochmoq, o'sha narsadan risk degani o'sha tavakkal qilmoq, imagine o'ylab ko'rmoq, fancy degani bir ma'no xohlamoq degani. Like bor-ku, o'shani sinonim o'sha do you fancy. Shundan keyin biz ing qo'yar ekanmiz. Tepadagi mana enjoy, mind, suggest dan keyin ham ing bilan aytishimiz kerak. Misol uchun qayerda I enjoy reading. Menga kitob o'qish yoqadi. Sizlar I enjoy to read desalar, bu katta xato. Bu yerda mind degani qarshi emasmisiz degani. Mana would you mind closing the door? Eshikni yopishga qarshi emasmisiz demoqchi. Mind to close, ya'ni mind dan keyin to close demaylar. Yoki suggest dan keyin to deyilmaydi hech qachon. Misol Chris suggested going to the cinema. Chris o'sha kinoga ketishni taklif qildi deb aytayapti. Demak, qoida bu shunchaki formula yodlash kerak bo'ldi. Mana shu tepadagi enjoy, mind, suggest va mana boxdagi fe'llardan keyin har doim ing keladi. Lekin yana oddiy ko'rinishlari ham bor, buni hali keyingi mavzularda o'tamiz. Shunaqa fe'llar bor. Mana enjoy ko'rdik, like, mana like bor, love bor, hate bor, prefer, mana shu fe'llardan keyin ham ing qo'yish kerak. Bular to'g'risi, bular boshqacha fe'llar, bulardan keyin tuni ham qo'ysa bo'ladi o'zi aslida. Lekin men bu sorry. Shu ing talab qiladigan fe'llar ichida like, love, hate, yana nimadan prefers fe'llari ham bor. O'shani ham eslab qo'yinglar. Lekin bugun darsimizda bizga faqat mana shu boxdagi so'zlarni bergan, tepadagi enjoy, mind, suggest bilan birga bir ikkita mashqlarga qarasak, suddenly everybody stopped talking, hamma gapirishdan to'xtadi. Yoki I'll do the shopping when I have finished cleaning the flat. Man kinoni o'sha xonani tozalab bo'lgandan keyin shopping qilaman. Ya'ni mana finishdan keyin ham ing qo'ydik. He tried to avoid answering my question. Ya'ni meni savolimga javob bermaslikka harakat qildi. I don't fancy going out this evening. Fancy degani I don't like degani. Ko'chaga chiqib kelmayapti. Fancy dan keyin to demaysizlar. Mana I'm not enthusiastic degani. Fancy. I don't like it. Xohlamayapman. Have you ever considered going to to live in another country? Consider dan keyin qayla ing kelgan. Consider to emasda. Sen hech bir sen boshqa davlatda yashab ko'rishni o'ylab ko'rganmisan demoqchi. Yoki oxirgisi they said they were innocent. Ular gunohsiz, ya'ni begunohligini aytishdi. They denied doing anything wrong. Ular bir yomon ish qilganini rad qilishdi. Denied dan keyin qayla ing. Xullas mana shu fe'ldan keyin ing bo'lish kerak. Keyingi fe'l shuni inkor qilmoqchi bo'lsalaring, not ing deyishlari kerak. When I'm on holiday, I enjoy not having to get up early. Qayla? I don't enjoy getting up early bo'lib qolsa, mana o'zgarib qoladi. I enjoy not having to get up early degani. Men shu holidaydaligimda, o'sha aylanishga travel qilganimda ertalab vaqtli turmaslik menga yoqadi demoqchi. Okay? Endi yana bitta qoidasi bor. Biz har doim, guys, preposition, ya'ni predlogdan keyin fe'l kelib qolsa, har doim ing qilamiz o'sha fe'lni. Okay? Esdan chiqmasa, har doim. Xohlagan yo'lda qarang, xohlagancha qarasalaring, xohlagan tarzda qo'yinglar. O'sha holatda preposition, predlog bormi, undan keyin fe'l keldimi ing olishi shart. Give up, tark etmoq, stop, to'xtatmoq, put off, kechiktirmoq, go on, davom ettirmoq, carry on ham shunaqa, keep on, nimani qilishni davom etmoq. Misol uchun I have given up reading newspapers. Qayli mana predlog turgani uchun fe'l ing deb bo'ldi. Ya'ni men gazeta o'qimay qo'ydim. I think it's a waste of time, vaqt bekor o'tkazish bu. Catherine doesn't want to retire. Catherine ishdan o'sha iste'foga chiqmoqchi emas. She wants to go on working. U ishlashda davom etmoqchi. Qayli go on dan keyin working. Bu yerda ham on predlog turgani uchun fe'l ing bo'ldi. Okay, shu mana you keep interrupting me when I'm talking. Keep dan keyin ing bo'ladi yoki keep on dan keyin ham ing bo'ladi. Keep dan keyin ing-da fe'l kelsa, you keep to do bo'lmaydi. You keep doing it. I keep doing it. You keep asking me questions. Guys, aslida fe'llar juda ko'p, o'sha ing talab qiladigan fe'llar ko'p. Hammasini talab ko'rib chiqamiz, menimcha baribir keyingi mavzulardan chiqadi, xudo xolasa. Va endi mana bunaqa formasi ham bor ekan, qayerlar fe'l qo'yasizlar. Fe'ldan keyin kimdir
kimdir, keyin ing qo'yasizlar keyingi fe'lga. Ya'ni fe'l va ingning o'rtasida yana bitta ot ega turibdi-da. yoki bu yerda to'ldiruvchi deb ham qarab qilsak bo'ladi. I can't imagine George riding a bike. Men Georgening o'sha mototsikl haydashini tasavvur qila olmayman. Nimani tasavvur qila olmayman? Georgening mototsikl haydashini. Shunda bu yerda menimcha to'ldiruvchi deb olsak to'g'ri bo'ladi. I can't imagine George riding a motorbike. You can't stop me doing what I want. Mana shu nima qilishimni to'xtata olmaysan, shu yaxshi ko'rgan ishimni qilishimni to'xtata olmaysan. Did you really say that? San rostdan ham shu gapni aytdingmi? I don't remember you saying that. Men eslolmayman san shu gapni aytganingni. Ko'rdingmi? I don't remember. Rememberdan keyin you turibdi, keyin ing qo'yiladi. Sorry to keep you waiting so long. Sani ko'p kutirganim uchun uzr. Okay? Men bu yerda passive voice'da bunaqa formula bor ekan. Buni ko'rsalaring, bu to'g'ri, noto'g'ri emas. Mana I don't mind being kept waiting. Bu endi juda bir meni kuttirishsa men qarshi emasman shunga demoqchida. I don't mind people keeping me waiting demoqchi. I don't mind being kept waiting. Bu yerda passive voice degan juda ham bir komplekslashib ketgan, juda ham murakkablashib ketgan mana bu qismi. Lekin shunaqa ko'rib qolsalaring, bu noto'g'ri emas. Endi bir nima qarasizlar, harakat qilib bo'lgandan keyin, bitta harakat qilib bo'lsak, agar tugatib bo'lsak, having plus fe'lni uchinchi ko'rishni qilib qo'ysak bo'lar ekan. Having done, having stolen, having said. They admitted having stolen the money. Ular pulni o'g'irlaganiga ular pulni o'g'irlaganini tan olishdi demoqchi. Ozgina refreshment bunaqa yoz issiqlarda fresh bo'lish kerak odam. O'sha ular pulni o'g'irlaganini tan olishdi, ya'ni o'g'irlab bo'ldi, action tugadi. Yoki buni o'rniga oddiy they admitted stealing the money desa ham bo'lar ekan. Ya'ni having da aytmasdan ham I know regret saying or having said what I said. Men shu aytgan gapimni bekor aytibman deb endi afsuslanyapman demoqchi. Mana bu having done after having done my homework, virgul, I watched some football on television. Ko'rdilarmi? Uyga yozib qilib bo'lgandan keyin after having done, ya'ni action o'sha harakat tugagandan keyin keyingi ishni boshladi. Oxirga qarasak, men boya ko'rdik-ku, deny, admit, suggestlardan keyin that qo'ysa ham bo'lar ekan, qo'ymasa ham bo'lar ekan. They denied that they had stolen the money. Ular pulni o'g'irlashganini rad qilishdi desa bo'ladi, yoki they denied stealing the money deb aytsa bo'ladi. Chris suggested that we went to the cinema. Shu kinoga borishimizni Chris suggest qildi, taklif qildi, yoki Sam suggested going to the cinema deb aytsa ham bo'lar ekan. Sizlarga qayta-qayta aytaman, ingliz tilida juda ham ko'p guys, anaqa formulalar, variantlar ko'p, har xil yo'llar bilan qo'llasa bo'ladi. Demasizlar, birinchi o'rinda boyagi boxda ko'rgan fe'llarni yodlaylar, o'shalarga har doim ing qo'yiladi. Okay, bugungi darsda asosiy mazmun shu. Hozir mashqlarni ko'ramiz. All right. Suggest welcome. So what shall we do? Nima qilamiz? We could go to the zoo. So she suggested going to the zoo. Do you want to play tennis? No, not really. He didn't fancy. Fancy nima edi? Shu yoqtirmadi, borgisi kelmadi. He didn't fancy playing tennis deb qo'yamiz bo'ldi. Ya'ni u tennis o'ynagisi kelmadi demoqchiman. Kattaroq qilaman. Fancy dan keyin har doim ing qo'yish kerak. Okay, yoqtirmadi, o'ynagisi kelmadi demoqchi. Fancy degani o'sha juda bir informal ba'zida bunaqa written'da ko'rmaysizlar uncha. O'sha ikkita odam gaplashib turganda kinolarda ko'rib qolishlarmi yoki spoken English bir native speakerlar gaplashganda do you fancy going do you fancy walking in the park? Do you fancy playing some PlayStation misol uchun? Okay? So uchga you were driving too fast. Siz tez ketayotgan edingiz. Va buni aytdi, you're right, sorry. Ko'rdilarmi, tan oldi tez ketayotganini. She admitted driving fast. O'ldi. Mana, she admitted driving fast. U tez haydayotganini tan oldi. 4, let's go swimming. Good idea. She suggested going swimming deb qo'yilib bo'ldi mana. U o'sha suzishga borishni taklif qildi. Okay? 5 bilan 6 qoldi. Bularni menimcha o'zlaringga qoldirsam bajara olasizlar. Unaqa qiyin emas. To'g'rimi? Ikkalasidan ham ing qo'yilib bo'ldi. 53 bu yerda mana bu fe'llar berilibdi, bilan qo'yib chiqishimiz kerak endi. To'g'ri formada. Hop. He tried to avoid answering my question. Could you please stop so much noise? Noise bilan make olamiz, ha? Could you please stop making so much noise bo'ladi. Shovqin qilmasangiz, iltimos shovqin qilmang demoqchi. I enjoy bu yerda listen ing bilan aytamiz bo'ldi. Oson qaylar guys. I enjoy listening to music. This I'm listening to qo'yasizlar. Considered keyin ing. I considered
ish bo'lganicha for bo'lganicha apply deb qo'yamiz, ya'ni ishga topshirmoq degani. I considered applying for the job, but in the end I decided against it. Men ishga topshirishni o'yladim, keyin oxirida men unaqa qilmaslikka qaror qildim demoqchi. 5 ga qaraymiz. Have you finished the newspaper? Reading deb olamizda. Gazeta o'qib bo'ldingmi demoqchi. Have you finished reading the newspaper yet? Okay. Tepadagi fe'llar kerak bizga aytgancha. Xo'p. 6. We need to change our routine. Ya'ni ish tartibimizni yoki kun tartibimizni o'zgartirishimiz kerak. We can't go on. Go ondan keyin ing bo'lishi kerak. We can't go on living like this bo'lsa kerak-da. Biz bunday yashashda davom eta olmaymiz. Biz rutinimizni, ish hayot, o'sha hayot tarzimizni o'zgartirishimiz kerak demoqchi. 7. I don't mind you losing my phone, but please ask me first. Yeah, use deymiz. Telefondan foydalansang mayli, lekin mendan so'ra demoqchi. Shuning uchun ing bilan aytamiz. I don't mind you using my phone. Sani telefonimdan foydalanishingga qarshi emasman, lekin biroq so'ra mendan demoqchi. 8. My memory is getting worse. Xotiram yomonlashib ketyapti. I keep forget olamizmi? I keep forgetting things bo'ladida. Forgetting things. Xo'p, oson, guys, unaqa qiyin emas. O'sha kontekstga qarab to'g'ri so'z qo'ysanglar bo'ldi. ing bilan qo'yasizlar bo'ldi. Shuning uchun 9, 10, 11, 12 ni sizlarga qoldiraman. Alright? Lazylik qilmasdan bajaringlar. Mana shu video ko'rganda videoni pauza qilib bajarsalaring bo'ladi. Okay, 53 ga o'tamiz endi. Buni nima qilamiz? Complete sentence so that they mean the same as the first sentence. O'sha rewrite, ya'ni boshqatdan o'sha gapni xuddi shuni yozar ekanmiz, ma'nosi o'zgarmasligi kerak ekan. I can do what I want and you can't stop me. Xohlaganim qilaman va sen to'xtata olmaysan. You can't stop me doing what I want. It's not a good idea to travel during the rush hour. Rush hour degani anaqa tig'iz vaqt bo'ladi, hamma ishga, maktabga boradigan payti. O'sha tig'iz vaqtda travel qilish, mashinadami yoki umuman sayohat qilish bu noto'g'ri fikr. It's better to avoid. It's better to avoid dan keyin ing qo'yishimiz kerak. Avoid traveling bo'ldi, mana oddiy it's better to avoid traveling raqamimiz bo'ldi. Ikkita l qilsam bo'ladi, shuni xato emas. Ikkita l. Travel anaqa cancel ga o'xshaganda bu ham. Xohlasalar ikkita l bilan, xohlasalar bitta l bilan yozing. Ikkalasi ham to'g'ri. 3. Shall we paint the kitchen next weekend instead of this weekend? Oshxonani bu kelayotgan shanba yakshanbani o'rniga narigi kelayotgan shanba yakshanba kuni kraskalaymizmi demoqchi. Shall we postpone dan keyin paint ing bilan qo'yamiz. Shall we postpone painting the kitchen deb to'liq yozaylik. Until the next weekend deb aytasizlar. Postpone dan keyin ing qo'yish kerak. 4-5chi. Mind dan keyin ing mana. Would you mind turning down the music deysizlar? 5ga please don't interrupt all the time. Would you mind not interrupting me? Mana shu 5 ta ham qilib beradi. Would you mind not interrupting me bo'ladi bu yerda. Chunki inkorda bu. Mayli, birato'la hammasini qilib beradi. Would you mind turning down the music please? Iltimos, ashulani o'chirib qo'ya olasanmi demoqchi to'g'rida. 5 ta Would you mind not interrupting me? Iltimos, meni xalaqit bermang, menga qarab gapirayotganimda menga xalaqit berma, iltimos deb chiroyli muloyimlik bilan aytayapman shu gapni. Buni hammasini qilib beribdim. Oxirgisini ko'ramiz ing bilan. O'zimizning fikrlarimizni yozar ekanmiz. Misol uchun I'm not feeling very well. O'zim yaxshi his qilmayapman. I don't fancy. Shuning uchun nimani yoqtirmayapman? Nima yoqmayapti menga? I don't fancy going, work demoqchidan bo'lmaydi. Fancy bilan work bo'lmas, chunki fancy bu ishga nisbatan bo'lmaydi. Ish chunki bu jiddiy, muhim narsa-ku, ishga borishimiz shart-ku. Fancy deb o'sha hobby sifatida bir yoqtirgan narsasini qilish. I don't fancy walking my dog tonight deb qo'ysam-chi mana. Bo'ldi. Ya'ni itimni men ko'chaga, itimni parkda aylantirishga ana xohishim yo'q, chunki o'zim yomon his qilyapman demoqchiman. I'm afraid there aren't any chairs. Bitta ham stul qolmadi deb qo'rqyapman. I hope you don't mind. You don't mind degani qarshi emassiz degani. I hope you don't mind standing on your feet desak qanday bo'ladi? Bitta ham stul qolmadi. Menimcha oyog'ingizda turishga qarshi emassiz. Ya'ni oyog'ingizda turib turasiz endi uzr aka demoqchida. Tushundilar-a? It was a beautiful day, chiroyli kun edi. So I suggested, nimani taklif qildim? So I suggested taking a walking tour. O'zimdan to'qib yozyapman. Around the city deb qo'ysak, city center deylik. Ya'ni men nimani taklif qildim? Shaharda shu atrofida aylanib chiqishni taklif qildim demoqchi. 5 minut oldin sizlarga qoldirsam qila olasizlarmi? It was very funny, juda ham kulgili edi. I couldn't stop. Nima bo'ladi? Kulishdan to'xtata olmadim deysizlar.
o'zlaring qo'ya olasizlar. 6ga my car isn't very reliable. Mashinam bunaqa ishonchli emas. It keeps buzilib qolaveradi. Break so'zi borku, break sizlarga anaqa hint, ya'ni sizlarga nima deydi o'zbekchasi? Ishora, namyo ruschasi. Break bilan olasizlar. Xo'p, buni o'zlaring bajarasizlar. Menimcha bu juda oson mavzu edi, to'g'risi. Faqatgina shu fe'llarni yodlab olsalar ham bo'ldi, shulardan keyin ancha qo'yiladi. Keyingi darsda xudo xolasa biz verb plus to formulasini o'rganamiz. Endi qaysi fe'llardan keyin to infinitive qo'yiladi, o'shani o'rganamiz xudo xolasa. Hozircha guys, shulardan iborat darsimiz. Videoni ko'ringlar boshqatdan, mashqlarni bajaringlar va o'rganishda davom etamiz guys. See you.